Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin Beyjingning Tojikistonning alohida harakat soqchilari ishlatadigan baza quradiganligi to'g'risidagi xabarlarga inkos qaytardi. Wang Yinbin muxbirlarni kutib olish yig'inida bu savolga "Men shuni aniq ayta olamanki, Xitoyning O'rta Osiyoda hech qanday harbiy bazasi yo'q" deb javob berdi. Lekin Wang Yinbin Tojikistonda quriladigan baza haqida aniq javob bermadi. Xitoyning Tojikiston-Afg'oniston chegarasida Afg'onistonning tahdidiga qarshi Tojikiston alohida harakat soqchilari uchun baza quradiganligi xabar qilingan edi. Amerika hukumati Eron Islom inqilobi qo'g'danish armiyasi va Quddus armiyasining uchquchsiz aeroplan programmasini qo'llaydigan 4 shaxs va 2 shirkatga jazo yurgizishni qaror qildi. Afg'onistondagi Taliban hukumati o'zining Pokistondagi elchixonasi va ishki konsulxonasiga vakil tayinladi. Taliban hukumatining diplomatiya ministrligini asos qilgan Ariana xabarlarining bildirishicha, Muhammad Shokif Afg'onistonning Islomoboddagi bosh elchixonasining mas'ulligiga tayinlangan. Pokiston Taliban hukumatini rasmiy e'tirof qilmag'achqa, Shokif rasmiy holda bosh elchilik unvoniga erisha olmaydigan. Shuning bilan birga, Quetta va Peshawar shaharlaridagi konsulxonalarga ishga amaldor tayinlangan. E'lanishicha, Xitoyning Guangdong o'lkasining Dongwan shahrida H5N6 tipli qush sukumi bayqalgan. Mutaxassislarning qarashicha, tez tarqaladigan bu virus bilan yuqumlangan kishilarning yarmini degudek o'lib ketadi ekan. Rossiyaning Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bilan bo'lgan munosabatini vaqtincha to'xtatish qarori ijro qilinishga boshladi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti uchur ishxonasining ishga qo'llanib, xizmatchilari Rossiyadan ayrildi. Berma siyosiy o'zgarishda og'dirilgan Aung San Suu Kyi bilan bo'lgan yaqinligi bilan tanilgan Milliy demokratik ittifoq partiyasining yuqori darajalik boshqaruvchilaridan Ben Xittin 20 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu 20 yillik qamoq jazosi Birmada harbiy hokimiyatga qarshi turg'uvchilar va sobiq siyosiy arboblarga berilgan eng og'ir jazo bo'lib qoldi. Amerika Davlatlik aviatsiya va olam qatnashi idorasi NASA Yupiterga avatilgan Juno olam kemasining yangi bayqashlarini jamoatchilik bilan o'rtoqlashdi. Shuning bilan Quyosh sistemasidagi 5-sayyora bo'lgan Yupiterning atmosferasining qanday bo'ladiganligini ko'rsatib beradigan 3D rasm tunji qatim e'lon qilindi.